Boshida kelganingizda hamma maqtagan, zo'r dars o'tarkan deb. Birinchi Amerikaga emas, Latviyaga harakat qilmoqchi bo'lganman. Chunki Amerikaning vizasi qiyin deb o'ylaganman-da, rostdan, chunki rostdan ham qiyin. Qaysi biri sizni ko'proq qiynadi? IELTS'dan qiynaldingizmi yo matematika, SAT'dan qiynaldingizmi? Amerikaga grant yutishda bir eng muhim narsalardan bittasi bu maktab baho. Dir bo'lmasa nechta universitetga topshirdingiz va nechtasi qabul, nechtasi отказ, nechtasi qisman grant berdi sizga? Ko'pchilik o'ylaydi, Amerika universitetlariga kirish uchun qanaqadir test topshirish kerak. Yo'q, lekin unaqa narsa umuman test bo'lmaydi. Bizga DTMga o'xshagan narsa bo'lmaydi. O'zbekistondan Texasga nima olib ketyapsiz? Juda katta ko'p narsa olib ketyapman. Ota-onamni ishonchi, vizaga tayyorlanish ham juda muhim. Universitetni kelajakdagi rejalari sizning maqsadlaringiz bilan mos tushishi kerak. Hamma shuni aytadi. Begona davlat aeroportdan tushding, qayerga borasan? Unaqa narsa hali o'ylab ko'rganim yo'q. Assalomu alaykum, Johnny Academy va Johnny School obunachilari. Bugun YouTube kanalimizda juda ham zo'r podkastimiz bo'lib o'tadi. Mehmonimiz Mirzobek bizni Johnny Academyda yordamchi ustoz lavozimida ishlab kelgan xodimimiz. Amerikaga 100% lik grant yutib olgan. Mana shu jarayon qanaqa bo'lgan, umumiy taassurotlar haqida bugun gaplashamiz. Xush kelibsiz Mirzobek. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat taklif uchun. Xudo xolisa yaxshi, manfaatli podkast bo'ladi. Rahmat. Mirzobek, sizni o'zi ko'pchilik tanimasligi mumkin. Keling boshidan o'zingiz haqingizda qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Keyin shundan keyin savollar davom etaveramiz. Ismim Mirzobek, familiyam Karimqulov. 2008-yilman. Oddiy oilada tug'ilganman. Otam zavodda ishlaydilar, ayam o'qituvchilar. 9-maktabda o'qiganman. 11-sinfda bitirdim. Bu yil 11-sinf bitirdingiz. Zo'r. O'zi mana Johnny Academy qanday kelib qolgandingiz Johnny Academyga? Shundan boshlaylik. Birinchi sizni boshida kelganingizda hamma maqtagan, zo'r dars o'tarkan deb. Ancha uzun hikoya bu. O'zi IELTS olganimdan keyin ancha bo'sh bo'lib qolganman. Endi nimadir rivojlanish kerak odamga. Qarasam SAT o'qiyapman, uncha o'xshamayapti. Shundan keyin o'zimni boshqa yo'l taraflarga rivojlantirishga urindim. Shaxsiy rivojlanish, networking taraflarga rivojlanish, soft skilllar rivojlantirish. Shu narsaga qiziqib, o'quv markaziga ishga kirmoqchi bo'ldim. O'sha Begaboddagi pastki hamma o'quv markazlariga aloqaga chiqdim. Bitta hammasiga. Lekin deyarli hamma o'quv markazlaridan rad javobini olganman. Yoshing kichkina. Suhbatlashib ko'ring men bilan avval отказ berishdan oldin. Kimligim biling. Yo'q. Men dunyo qarasam bilaydi. Keyin xullas hammasidan отказ. Yo'q, yoshing kichkina. Keyin nimadir bo'ldi. Ayamga aytdim, aya shunaqa ishga kirishni xohlayman, lekin o'xshamayapti. Ayam aytdilar, o'g'lim kech uxlaysan. O'sha payt kech uxlardim. Endi kun bilan tun almashib ketgan, bekorchilik. Shu payt ayam aytdilar, o'g'lim namozingni so'ra. O'sha kuni so'radim. Ertangi kuni bozorga chiqqanmiz. Anoda Johnnyni bannerini ko'rganman, katta. Rasmga olganman telefonga, nomerga aloqaga chiqqanman. Shu keling suhbatga. Birinchi berilgan savol, bo'yingiz necha santimetr bo'lgan? Bo'yim 1.70, 1.80 deganman-da. Ishga kirish ishtiyoqi anoligidan. Men yosh bola deb o'ylashmasdim deganman. Shu kelganman, suhbat bo'lgan, suhbatdan yaxshi o'tganman. Kirib keldim. Demak, ular hali sizni Amerikaga grant yutishingizni bilmaganda. Mayli, xayrli bo'lsa bo'lgan endi. O'sha paytda bizga aytishgandi. HRlar zo'r support teacher kelgan. Yosh bo'lsa ham zo'r tushuntiryapti ekan, muomalasi ham, soft skilllari ham juda zo'r ekan, joyida ekan deb aytganda, deb o'ylagandik-da, lekin mana hech qanaqa jalbi bo'lmasdan bolalarga zo'r qilib tushuntirib olib ketdingiz. Bu narsalarga nima yordam berdi sizga? O'sha olib keta olish, yosh bo'lishingizga qaramasdan olib ketishga. Birinchi navbatda ishtiyoqim rosa kuchli bo'lgan. Eslayman, endi kelganman 1-2 kun bo'lgan. Bu anoda holda o'rtada bo'sh o'tirmasdi o'quvchilar. Kimdir bo'sh o'tirib, "Baxtga men senga любой mavzuni tushuntirib beraman." O'zimga ishonib, qiziqarli tushuntirib beraman men senga. Xuddi shunaqa qiziq ketaverardim-da, boshida shunaqa edi. Keyin shu qiziqib, ayam ham shunaqalar zo'r tushuntiradi mavzularni. O'shandan menga o'tgan deb o'ylayman.
kerak bo'lmasa mana shu chet elga grant yutish, Amerikaga o'qishga ketish bo'yicha gaplashsak, birinchi qayerdan xayolingizga kelib qoldi shu narsa? Hammaning ham xayoliga kelmaydi. Endi ko'p tanishlarim bor. O'zimdan kattalar. 2004-yil akalar bilan ko'p gaplashganimda eshitardim, Amerikaga grant yutdim. Endi u borib o'qimasdi u paytlar. Просто endi yutdim Amerikaga. Keyin seryozni qiziq menga masalan qanday. Keyin o'sha payt so'rardim, hali 7-sinf bolaman, hech narsani tushunmayman, IELTSim yo'q. Hozir yozganlar perepskalarim bor. Aka qanday qildingiz, o'rgating menga. Seni hali IELTSing yo'q. Sen hali topshira olmaysan. Bo'pti, o'rgatavering menga deb yozganman. Keyin sen degan birinchi IELTSingni ol, keyin anaqa qilasan. Bo'pti deb IELTS olib, shu bilan keyin birinchi Amerikaga emas, Latviyaga harakat qilmoqchi bo'lganman. Chunki Amerikaning vizasi qiyin deb o'ylaganman-da, rostdan, chunki rostdan ham qiyin. Keyin Amerika qiyinlik qiladi, boshqa davlatga harakat qilaveray, tinchgina degan narsa o'tgan. Keyin agentство bilan gaplashib, keyin xullas bo'lib ketganda, o'zi Amerika asosiy planda bo'lmagan. Universitetlar qabul ochilyapti, topshirib qo'yaveray, nimadir bo'lib qolar. Keyin topshiryapmiz, qabul xatlar kelyapti, grantlar kelyapti, xursand hamma. Keyin bo'ldi, Amerika harakat qilish kerak oxirigacha. Shuni bo'lib viza tayyorgarliklar bo'lib. Ko'pchilikda o'sha anaqasiga ham nima deydi, xayoliga ham sig'maydigan narsada. Masalan, biz o'qib yurgan paytda men Westminsterga grant yutishni xayolimga ham sig'dira olmaganman. Даже orzu qilishga ham qo'rqqanman bu narsani. Demak, bitta narsani orzu qila olmaysizmi, demak unga erisha olmaysiz. Siz mana shu orzu, maqsad sizga paydo bo'lishiga, demak, yoningizdagi akalaringiz turtki bo'lgan demak. Shunaqa. Shu motivatsiya bergan. Ayamlar havas qilardi mana shunaqa grant yutgan, o'qishga kirganlar. Boshida xayolingizga kelganda qanchalik erishsa bo'lar ekan deb, qanchalik imkoni bor deb o'ylagansiz? Qilsam bo'lib qolishi kerak, katta ishonch bo'lmagan lekin. Lekin harakat. Mana bunaqa narsa bor, harakat foyda beradi-da, anodan ko'ra. Xayoldan ko'ra harakat, xayol foyda bermasligi mumkin, lekin harakat baribir foyda beradi. Demak, siz o'ylab o'tirmagansiz, realnimi, real emas, shuncha harakatni boshlagansiz bo'ldi. Qilaveraychi, bir gap bo'lar. Shunaqa. Harakat mendan, natijasi Allohdan deb harakat qilavergansiz. Sababini biz qilamiz, natija Allohdan. Yaxshi. Mana shu fikr paydo bo'lganda birinchi kimga aytgansiz? Shunaqa qilmoqchiman deb. Kimgadir mana bunaqa men qilmoqchiman, chetga kirmoqchiman degan narsa bo'lmagan. Aytmagansiz? Yo'q, tushunmayman. Просто ichimda bo'lgan qiziqish. Keyin grant yutib, anaqa qilgandan keyin, sen qayerda o'qimoqchisan? Amerikada o'qimoqchiman. Kulardi ba'zilar. Amerika vizasi qiyin. Miyig'ida kulib qo'yasiz. Mayli deyman, ichimda hali ko'ramiz. Hozir o'shalar nima deyapti sizga? Qanday qilding, nima bo'ldi? Odamlar bilan hozir unaqa emas. Gaplashganmiz. Yaxshi, lekin kimga aytmaganingiz bir tarafdan yaxshi bo'lgan, chunki kimdirlar sizga gap bo'lmaydi deb, misol uchun ko'pchilik aytib, fikringizdan qaytarib, motivatsiyangizni tushirib yuborishi mumkin. Bor bu narsa, atrof muhit bari ta'sir qiladi. Endi boshidan oxirigacha, masalan, shu fikr tug'ildi 7-sinfda. IELTSni oldingiz va o'sha harakat qilishni boshladingiz, o'sha chet el universitetlariga topshirishga. Umumiy jarayon qancha vaqt davom etgan? Umumiy jarayon grant yutilgandan tortib viza olgungacha 1 yildan oshiqroq. 1 yildan oshiq vaqt ketgan. Endi ungacha bo'lgan o'zimda izlanishlarim bor. Hamma davlatlarni yig'ib qo'yib, har bittasini analiz qilgan paytlarim bor. Davlat menga tushadimi? Kontrakt taraflama, ertaga borib o'qishim taraflama, eplab keta olishim taraflama. Shu taraflama hammasi analiz qilingan, aniq qilingan, to'g'ri kelmagan chiqarilavergan. Oldindan boshlangan, masalan, 10-sinfda boshlaridan sekin-sekin boshlangan. 10-sinf, 9-sinf. Yaxshi. U qaysi biri sizni ko'proq qiynadi? IELTSdan qiynaldingizmi yo matematika, SATdan qiynaldingizmi? Asli hammasi qiyin. Endi baribir ko'proq qiynagani baribir SAT o'qiganimda qiynalganman. SATning ingliz tilisi anchagina qiyin. Qiynalganman, o'qimoqchi bo'lganman, keyin baribir Toshkentga kelib o'qish kerakmikan degan narsa o'tgan. Keyin bu yerda hali anullar yo'q edi. SAT o'qituvchilar uncha yo'q edi.
keyin Toshkentga ketmasam diplom ekanman deb tasib qo'ygan. Yaxshi. O'zi ballaringiz necha IELTSdan yo SATdan qanaqadan ball olgansiz? IELTSdan bitta listening ham 6.5, qolgan hammasi 6. Overall 6. Overall 6. SAT ballingiz? SAT topshirmaganman. SAT topshirmagansiz. O'zi qarang, ko'pchilikda shunaqa fikri bor. Chet elga topshirmoqchi bo'lsam, IELTSim 7+ dan baland bo'lishi majburiy, SATim 1200 bo'lishi majburiy deydi. Lekin undan oldin muhim turadigan ikkita narsa bor, to'g'rimi? O'sha narsalar nima? Ha. Amerikaga grant yutishda bir eng muhim narsalardan bittasi bu maktab baho. Biz uchun maktab baho unaqa zo'r ko'rinmaydi. Odamlar uncha muhim deb qaramaydi, lekin Amerika uchun birinchi o'rinda shu turadi. IELTS'dan ham, SAT'laringizdan ham birinchi maktab bahoyingizga qaraydilar. Xudoga shukr, menda maktab baholari hammasi 5 bo'lgan. Maktabni 6ga bitirganman. Ular qanchalik ishonadi bizning baholarga? Katta ehtimol bilan ishonadi. Chunki baribir menda xayol o'tadi-da, bular o'zini maktabida 5 ga bitira olmayapti-yu, qanday biz universitetga kelib turib zo'r natija qilmoqchi. Xuddi shunaqa narsa o'tadi. Shuning qaraydi, analarga, maktab baholariga, shularga qarab ham Основной kandidatlardan sizni tanlash ehtimolingizni oshirib beradigan faktorlardan bu. Faktorlardan bittasi aslida ko'p. Undan tashqari personal statement degan narsa bor. O'zingizni mana siz o'zingizni IELTS ballaringiz bilan, maktab baholaringiz bilan yoki transkriptlaringiz, maktab baho IELTSlaringiz bilan akademik taraflama qanaqa odamligingizni ko'rsatib bera olasiz. Siz personal statement bilan siz hayotda o'zi shaxsiy taraflama qanaqa odamsiz? O'sha narsani ko'rsatib berish uchun personal statement yoziladi. Shaxs sifatida. Shaxs sifatida. Buning uchun siz o'zingiz tanishingiz kerak-ku. U juda qiyin bo'ladi o'sha narsani yozish. Hayotingizda nima bo'lgan, polni eslab chiqaman. O'zi ancha chuqur o'yga solib qo'yadi personal statement yozish. Bu maktabni bitirgan, misol uchun, aynan o'zbek bolalari uchun qiyin emasmi? Hali ular o'zini tanimaydi, ko'pi. Endi o'ziga bog'liq-da. Agar shunaqa muhitda o'sgan bo'lsa, shunaqa o'qish, o'rganish muhitida o'sgan bo'lsa, qiyin bo'lmaydi. Endi qiyin bo'ladi, shu topib olguncha. Agar u haqida umuman o'ylab ko'rmagan odam, birinchi personal statementga hali u haqida ham o'ylab ko'rmaydi. Bu personal statement bu motivation letterga o'xshagan narsami yoki ikkalasi bir xilmi yo farqi bormi ozgina? Motivation letter ko'pincha o'qituvchilar tomonidan ham yoziladi. Masalan, maktab direktorlari, o'qituvchilar sizga tavsiya qilib motivation letterlar yozib beradi. Yo'q, u tavsiya emas. Shunaqa. Preference. Motivation letter bilan personal statement pasti bir xil. Nomi ana. Sizda motivation letter nima ma'noda? Sizda itaradigan narsa, kuchaytiradigan narsa, ular uchun motivatsiya qiladigan narsa, o'qituvchilarning esseylari, sizda tavsiyanomlar. O'zingiz ko'rsatib beradigan personal statement. Demak, Amerikaga topshirmoqchi bo'lgan odam o'zini yaxshi bilishi kerak, tanishi kerak. O'zini tanishi kerak, ancha chuqur. Va yana bir o'sha IELTSdan ham, SATdan ham oldinroq turadigan narsa bu portfolio. Umumiy kuchli shaxslikda qaysidir ma'noda sizdan boshqa kandidatlar juda ko'p bo'ladi ular uchun. Siz ulardan qaysidir ma'noda ajralib chiqishingiz kerak portfolio tarafdan. Portfolioda siz o'zingiz erishgan, shu paytgacha erishgan yutuqlaringiz, nimalar qilgansiz, nima proyektlar, loyihalar, volontyorlik ishlari, hammasi kiradi. Yaxshi. Misol uchun o'sha portfolioni ichiga Johnny Academy'da ishlaganingiz ham kirgizsa bo'ladi. Shunaqa. Kiritilgan. Esida sizga ham yozgandim. O'zimda kattaroq darajada ko'rsatsam maylimi deb yozganman. Keyin sayt o'dingiz, yo'q, o'zingiz qanaqa bo'lsangiz, shunaqa to'g'ri qaror bo'lgan ekan. Shaxsiyat tarafdan yaxshi bo'ldi. Taxminan unchalik esimda yo'q-ku, lekin shunaqa so'ragandingiz. Yo borini yozavering, sport teacherimiz, yordamchi o'qituvchiman deb yozavering deb aytganman, to'g'ri. Shunaqa ular baribir bilib qoladi, siz ko'pirtirayotganingiz yo shunaqa borini yozsangiz boricha. Tabiiy chiqqaniga baribir yetmaydi. Tabiiy ular psixolog bo'lib ketgan o'qib. Boshidagi gapingiz oxiriga to'g'ri kelmay qolishini ular juda yaxshi biladi. Juda ko'p personal statementlar tahlil qiladi, o'qiydi ular. Qanaqadir suhbat ham bo'ldimi universitet tomonidan onlayn sizni qabul qilgan paytda? Yo'q. Ko'pchilik o'ylaydi, Amerika universitetlariga kirish uchun qanaqadir test topshirish kerak. Yo'q, lekin unaqa narsa umuman test bo'lmaydi. Bizga DTMga o'xshagan narsa bo'lmaydi.
Просто siz o'zingizni portfolioingizni yaratasiz. Sizda nimalaringiz bor? Hamma o'sha narsalaringizni yaratasiz. Ular sizni analizga kirib ko'radi. Profilingizga kirib ko'radi. Siz ularga chunki topshirgan bo'lasiz. Ular sizni qaraydi keyin, qanaqa o'quvchi bu. Nima natijalarga erishgan. Portfolioning ichiga o'sha sertifikatlaringiz kiritsangiz bo'laveradi. Hamma narsasi kiradi, ha. Shunaqa. Misol uchun qanchalik akademik AP sertifikatlaringiz ham bo'lsa kirgizasiz, u ham sizni portfolioda oshirishi mumkin. Shunaqa. IT loyihalar qilsangiz ham ketadi. Shunaqa. Siz qanaqa loyihalaringizni yoki nimani ko'rsatib berdingiz portfolioda eng muhimlaridan? Xo'p, eng muhimlaridan volontyorliklarimdan ko'rsatib berdim. Ko'p volontyorlik qilib, o'zim qiziqib, ko'p qilgan narsalarni ko'rsatdim-da. Shu Masalan, umumiy. Shu Johnnyda bo'lgan volontyorlik. qaysi? Qanaqa volontyorlik qilgansiz? Anavi support teacherlik bo'yicha volontyorlik. Undan tashqari o'zim ham qiziqib yurgan, nimadir saytlar yaratib yurgan paytlarim bo'lgan. IT ga qiziqib, o'yinchalar yasab, nimadirlar qilib. O'zingiz tanlagan sohangiz computer science deb tanlagansiz universitetda. To'g'ri. O'zingiz tanlagan universitetingiz nomi nima edi? Qaysi universitet? Endi agentstvom bilan shartnoma bo'yicha universitet nomini ayta olmayman, lekin shtati Texas. Texas shtati. Texas shtati, Texas. Demak, ariza personal statement yozdingiz, tavsiyanomalar ham bergansiz, portfolio. Xo'p, demak, mana shular hammasini bitta qilib topshirasiz va qancha javobini kutasiz? O'rtacha 2 oy, 1 oy. Javobi keladi. Birinchi qabul xatlari keladi, keyin grant xatlari keladi. Misol uchun birdan 3-4 ta universitetlarga topshirib tursa bo'ladimi? Bizda 5 taga topshirsa bo'ladi. Common App degan ilova bor. Juda yaxshi ilova. Ko'p universitetlarni o'ziga bog'lagan ilova. U ilovaga kirasizda o'zingiz profilingizni yaratasiz, xuddi bo'lgan narsa, portfolioingizni yaratasiz. Universitetlarga ariza yuborasiz. Universitetlar sizni 20 tagacha universitetga topshirsa bo'ladi. Profilingizga kirib ko'radi. Agar ma'qul bo'lsa, shu qabul xatlarini, grantlarni jo'natadi. Ularda misol uchun, masalan, O'zbekistonda grant deganda 100% to'liq qoplanadigan grant tushuniladi. Lekin ularda qisman grantlar ham bor, 10% dan 90% gacha. Full ride grantlari bor, full ride scholarshiplar. Ular haqida ham aytib bering bolalarga. Grantlar faqat 100% bo'lmaydi. Ba'zilarda faqat o'qishini nechidir foizini, 50%ni, 80%ni qoplaydi. Ba'zilarnikini o'qishini yarmini qoplab turib, ba'zida yashash xarajatlarini qoplaydi. Ba'zi grantlar bor, ular kelib ketish, samolyot, yeb ichish, turar joy, o'qish to'liq qoplaydi. Full ride. Juda zo'r narsa o'sha. Undan tashqari el yurt umidi granti bor. O'zimizniki ular. O'zimizniki, ha. Bitta yaqinda bitta aka yutib oldi, tanisim. 2 yil, 1 yildan oshiq harakat qilgan. Birinchisi отказ olib chiqqan vizadan, keyin el yurt umidini yutib kirgan. Xudo xolasa approve oldi. Yaxshi. El yurt umidi qanaqaligini tushunishingiz uchun, masalan, Amerikaga siz qaysidir universitetga qabul qilindingiz va siz mana qabul qilindim deb turib, mana shu qabul qilinganligingiz to'g'risidagi ma'lumotni el yurt umidi O'zbekistondagi tashkilotga berasiz. Ular sizni ko'rib chiqib, o'rganib chiqib, suhbat ham qilishi mumkin. Qancha suhbat qilarkan. Keyin sizga ular pulni to'lab beradi, o'sha grant. Shunaqa bo'ladi. Universitetga ular pul to'laydi, siz ularda o'qib, keyin birga ishlashingiz mumkin. Qanaqadir proyektlarda endi shartnomasiga bog'liq ketadi. Sizniki universitet o'zidan berilgan, to'g'rimi? Ha, universitet o'zidan berilgan. Yaxshi. Juda qiziq voqea bo'ldi orada. Universitetdan xatlar kelgan, endi hammasi tayyor, shu universitetda o'qiyman. Vizaga yaqinlashyapmiz, suhbatlarimiz, orada grantim yo'q bo'lib qoldi. Grant yo'q. Agentstvom yozyapti, Mirzobek grantingiz yo'q bo'lib qoldi. Aka, qo'ying. Ana hazillashmang, deyapman. Rostdan deyapti. Keyin tushunmayapman nima bo'layotganini. Qanday men shuncha o'sha vizaga tayyorgarlik ko'ryapman, joylar olyapman, o'sha bor fokus Amerikada o'sha. Ba'zi anodan universitetdan grant yo'q bo'lib qoladi. Juda qiyin ahvolga tushib qolganman. Keyin xatlar yozib, student orientation degan narsa bor. Narsalarni sotib olib, ya'ni borganda realniy men yashayman shu universitetda degan shunaqa anolar kurslar bo'ladi. Shu kurslarni sotib olib, universitetga qiziqishimni bildirib, yana grantimni qaytib oldim. Shunaqa orada. Ular qiziqmayapti deb sizdan xabar kelmagandir-da balki. Ha, xuddi o'sha narsa bo'lgan. Men ham endi ishonib qaramaganman emailga, o'sha grant yutildi, bag'iga fokusim boshqa joyda.
keyin bilsam ular menga grant jo'natgan, qabul qilinmasdan o'tib ketib qolgan. Keyin shu bilan yo'q qilib qo'ygan. Keyin shu qayani qaytib oldik. Demak, grant yutganingizdan keyin ham emailingizga qarab turishingiz kerak. Ha, shunaqa qabul qilish kerak grant. Ha, qabul qilish kerak. O'zim kuldim-da. Mirzoyev deyapman, senga aytyapman, Amerikada universitet 100% grant beryapti, sen qabul qilmayapsan, ignore qilyapsan deyapman. Ajoyib voqea bo'lgan. Yaxshi. O'zi sir bo'lmasa nechta universitetga topshirdingiz va nechtasi qabul, nechtasi отказ, nechtasi qisman grant berdi sizga? 10 tacha universitetga topshirdim. 8 tachasi qabul qildi. Qolganlaridan xabar kelmadi. Xabar kelmadi degan demak отказ deganimi yo ular taxminan shunaqa. Yoki ular misol uchun rad etildingiz degan xabar jo'natmaydi? Rad etildi ham jo'natmaydi. Просто hech narsa jo'natmagan. Ulardan ham kelmagan. Men ham yana qaytib yozmagan. Yaxshi. Nechtasi 100% grant beramiz deydi? Ikkitasi. Ikkitadan bittasini tanladingiz, yaxshirog'ini. Qolganlari qisman grantlar bo'lgan. 50%lik, 70%lik shunaqa grantlar bo'lgan. Yana bir savol hozir kelib qoldi. Boya personal statement yozdim dedingiz, o'zingizni o'rganib butun hayotimda eslab chiqdim dedingiz. Ayta olasizmi, nimalar yozdingiz o'sha yerda? Aytdi. Qiziqda. Juda qiziq narsa yozganman. Personal statementda o'zi ham turlari bor. Masalan, siz qaysidir hayotingizni vaqtida siz qanaqadir qiyinchilikni bosib o'tgansiz. Bu bitta alohida essay turi. Siz oilaviy taraflama nimadir qiyinchilikka erishgansiz, bu ham alohida ancha bir 10 tachami turi bor. Menda shunaqa qiyinchilikni yengib o'tish, sabrlilik degan turga taalluqli yo'q essay bo'lgan. Umumiy qanaqa bo'lgan? Shu xuddi mana shu IELTS olganimdan keyin o'qituvchilikka kirmoqchi bo'lganman. Lekin meni yoshimga qarab ko'p o'quv markazlari отказ berdi. Aynan bizdagi bo'lgan voqeani yozgansiz. Jo'niga kirib kelishgacha bo'lgan narsani yozganman. Nima bo'lgan? Yozganman отказ. Anovimning nomini sarlavhasini menga yo'q deyilgan javoblar menga katta imkoniyatlar ochdi degan shunaqa ma'noda sarlavha qo'ydim, aniq eslamayapman. Keyin nima bo'lgan? Hamma o'quv markazlariga yozganman, отказ. Bitta narsada o'zimda kashf qilganman shu narsani. Отказ bo'lgani menga umuman ta'sir qilmagan. Masalan, 5 ta o'quv markazidan отказ olyapman, yo'q, to'g'ri kelmaysan. Menda 6-chisiga bo'lgan his kamaymagan umuman. Oshgan kamaymagan. Xuddi anaqa, bu отказ bo'ldimi? Отказ bo'libdi. Endi nima bo'ladi? Bu boshqasi. Yana boshqasi. Oxiri shu Xudo nasib qildi. Shu jo'niga borib taqaldi. O'zim rosa savol berganman shu payt. Xo'p, boshqa mana shu Begovodagi hamma o'quv markazlariga kira olmadim masalan. Nimaga aynan jo'ni? Nimadir o'zgartirish kiritamanmi bu o'quv markaziga? Nimadir bo'ladimi bu narsa bilan menda? Shu narsani men o'ylaganman. Nimaga ekan? Topshirishdan avval o'zingizga o'zingiz. Ha. Shunaqa. Xo'p, zo'r o'sha voqea esimga tushib qoldi. Bitta o'quvchim Toshkentga ketgan. Ota-onasi rozi bo'lmagan bitta universitetga kirishiga, chunki kontrakt qimmat bo'lgan. Ota-onasini to'lashga puli yetmasdi, qurbi yetmasdi. Lekin men aytganman, sen shu universitetda o'qishni xohlaysanmi? Ha, xohlayman. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, sen o'zing ishlab topib, kontraktni to'la. Men shunaqa qilaman deb uydagilaringga ayt. Shunda rozi bo'ladi, chunki ular o'zidan kelib chiqib aytayapti. To'g'ri. deb aytdim. Xo'p dedi. Keyin o'sha ota-onasini ko'ndirdi, Toshkentga borgan, ishlagani, 20 ta joyga topshirgan, suhbatga ham chaqirmagan даже. Bitta ikkitasi chaqirgan, keyin baribir ishga olinmagan 20 ta joyga. Keyin menga yozyapti, ishga olinmadim, ustoz, nima qilaman? 20 ta joyga topshirdim dedim, deyapti-da. Xo'p, 50 ta joyga topshirsang oladimi seni dedim. Olish imkoniyati bormi desam, mumkin dedi. 100 taga topshirsang-chi desam, oladi dedi. Nega 100 taga topshirmayapsan? Ko'p-ku yerda imkoniyat. Bo'ldi dedi. Ertasi kuni nechtadir joyga, shu ko'p joyga yozgan. O'shalardan 60 tasi suhbatga chaqirib, ikkitasi olgan ishga. Va ikkitadan bittasini tanlab, u ham yosh bo'lgan. Sen yoshsan hali deb, maktabni endi bitirding deb ko'p joy отказ bergan.
Даже shu ikkita ishga oladigani bir oy bepulga ishlab beraman deganda ikkitasi ishga olyapti. Bir oy men ishlab beraman mana sizga bepul ko'ring meni deganda ikkitasi ishga olyapti. O'sha ikkitasidan bittasini tanladida bir oyda natijani ko'rsatib уже oylikka chiqib 1 yilda o'sha top 5 ta shiga rob darajasiga ko'tarildi o'sha bola. Kuchayib ketdi. Ko'tarilib ketdi. Bemalol kontraktini ham qoplab, uyga ham har oy ming jo'natyapti ekan. Oxiri gaplashganimda o'shanaqa. Demak, to'xtab qolish kerak emas. Bitta atkaz, ikkita atkaz, 5 ta atkaz. Harakatlar soni muvaffaqiyatni belgilaydi deb o'ylayman-da. Harakat qilinsa baribir natija beradi. Baribir hech qachon qolib ketmaydi. Harakatdan to'xtash kerak emas deyiladi. Bitta zo'r bor, case bor. Bitta odam bitta qaysidir katta kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'ladi. Har kun ariza jo'nataveradi. Bo'sh bo'ldimmi, jo'nataveradi. Aytadi u odamga, seni qabul qilmayapman 2 yildan beri. Ancha muddat jo'natadi. Bo'pti, qabul qilmasa jo'natavering, mendan nima ketdi? Qabul qilib qolsa, o'sib ketaman. Nimadir bo'lganda o'sha kompaniyadagi bitta xodim bo'lib qolgan. Chiqib ketib qolgan mojaro bilan. O'sha rekruterlarni, ya'ni o'sha ish qidiruvchilarning xayoliga kim keladi birinchi bo'lib? O'sha tinmasdan harakat qilib turgan odam keladi. O'sha odamni olgan, odamda ancha o'sib ketgan. Harakatlar soni baribir. Oddiy formula matematikada harakatlar sonini oshirsangiz, muvaffaqiyatga erishishingiz foizi oshib boraveradi. Shunaqa. Ya'ni futbolga oladigan bo'lsak, vartaga qancha ko'p tepsangiz, xuddi shunaqa bo'lib qolish ehtimoli oshib boraveradi. Shunaqa. Eminemda ham shunaqa. Eminem 1800 ga yaqin qo'shig'i bor ekan, taxminan. Lekin hit bo'lib yorib 60 tada. Shunaqa. 100 ta bo'lishi mumkin uzog'i. To'g'ri. Lekin u harakat chiqaraveradi. Men o'zim ataylab YouTube kanaliga kirib ko'rsam, juda kam eshitilgan muzikalari ham bor. Chiqaravergan lekin muzikani. Yaxshi, sizga masalan orada give up qilib yuborish bu hayolingizga kelganmi? Hayolingizga hech bo'lmasa. Give up bo'lmaganu, chalg'ib qolish ko'p bo'lgan. O'zim ham orada futbol o'yinlarga berilib, IELTS da ko'p bo'lardi. 2 oy juda kuchli o'qirdim-da. Yaxshi darajaga chiqib, 3 oy tashlab yuborardim. Yana eski holatimga qaytib qolardim. IELTS da stabilnost juda kuchli narsa-da. U bo'lmasa, o'sish bo'lmaydi. O'sha narsada pand yeb qolardim orada. Nimaga tashlab yubordim, yana noldan ko'tarilyapman degan narsa bo'ladi. Give up bo'lmagan lekin. Voz kechish bo'lmagan, lekin orada chalg'ish bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. To'g'ri. Yaxshi. Xo'p, endi qarang, masalan, o'sha grant yutish xabari keldi sizga. 18 ta joydan keldi dedingiz. Ikkitasi 100% ekan. Birinchi bo'lib kimga aytdingiz? O'sha paytda eslayman juda yaxshi. Yuragim nimadandir siqilgan, qorong'i kirganman, yotganman. Telefon tutganlar yotibman, tepadan xabar kelyapti. Tabriklayman 100% grant. Kiryapman, agentligimdan xabar keldi. Birinchi yozgan xabarim rostmi, uydagilarimga aytaverayman. Chunki uydagilar noto'g'ri umidvor qilib qo'yish anoda. Shunaqa. Xato. Aka yaxshilab tekshiring, o'zimga ishonmayapman. Mirzobek yaxshilab tekshiring. Hamma uxlayotibdi, yugurib tushganman-da. O'g'lingiz grant yutdi 100%. Qaysi o'g'lim deyaptim. Kim eding o'zi sen? Rasa kursdan bo'lishgan. Hammaga qilishgan. Yoyishgan. Maktablarda yursam, grant yutgan bolamni. Eshitib qolardim. Xursand bo'lib qolardim o'zim. Yaxshi. Insonlar o'ylaganchalik qiyin narsa emas. Ancha eplasa bo'ladi. Topshirib. Lekin shu qo'shni bolalarga qiyin qilibsiz-da. Qo'shni bolalar yaxshi bolalar hammasi. O'zing siz ko'rsan, Mirzobekka o'xshab yetsang, o'lasanmi grant? Qara uni bolasini deb. Xursand bo'lgan, yaxshi. Qarindoshlarga aytgansiz. Juda hamma tabriklar bo'lgan. Bu sizdan oldin ham kimlardir qarindoshlar yo tanishlar orasidan ketganlar bo'lgan? Yo'q, Amerikaga yo'q. Amerikaga bo'lmagan. Birinchi bo'lib yo'l ochib beryapsiz ularga. Xudo xolasa. Zo'r. Birinchi o'zi yo'l boshlab bersiz, yog'i ketaveradi. O'z ukalarim tayyor turibdi orqamda. Ketvoyin, joylashvoyin deydi. Orqasidan yetib boramiz. Bizda ham Abdulaziz ketdi, singlisi bor. Undan qattiq, Abdulazizdan qattiq tayyorlayapti-da o'sha. Qara, imkoni bor ekan-ku deyapti-da. Amerikaga grant yutib 100% ketsa bo'lar ekan-ku deyapti-da. O'sha singlisi qattiq 100% juda qattiq tayyorgarlik ko'ryapti. Bu ham akasidan ham zo'r joyga kiradi-da u.
u akaga men yozganman. Bekoboddanligini bilmaganman, umuman xabarim yo'q, tanimayman. Biz bilib qoldim, mana shu bola grant yutib Amerikaga ketdi. Sraz yozganman. Assalomu alaykum. Men ham anaqa qilyapman, nimalar qilishim kerak grant yutish uchun, viza olish uchun. Tushuntirganlar bitta narsalar feedbacklar berib, maslahatlar berib, ha bo'ldi, rahmat. Oradan qanchadir vaqt o'tyapti, u akani men keyin bilib qoldim. Shu Bekoboddan chiqqan joydan. Dedim, bu aka bilan men gaplashganman deyapman-da, Bekoboddanmi deyapman. Ha deyapti. Молодец. Xursand bo'lganman. Bizda shu administrator Moldovani o'g'lida. Keyin tanib qolganman, ha. Undan joyga ishga kirmasimdan oldin yozganman u akaga. Shunaqa anavim bor. Tanimasam yozaveraman bu odamga. Uyalib anaqa. Javob yozmasa-chi, so'ksa-chi deb o'ylamaysizmi? Meni tanimaydi, men ham taniman deyman, yozaveraman. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. U narsa emas. Yaxshi. So'rash kerak. Keyin mana kirdingiz, endi vizaga topshirishingiz kerak-ku. Universitetga kirdingiz. Endi viza qanaqa bo'lgan vizaga boshlash jarayoni? Xo'p, o'zi Amerika universitetlariga grant yutish oson. Yerda o'qish ham oson. Lekin grant ancha qiyin. Kirishimdan bir oy oldin videolar ko'ryapman. O'zi statistika qanaqa bo'lyapti Amerikada. Qiziqyapman. Ko'ryapman, 65 tadan 63 ta odam отказ olyapti. Vizada. Ha. O'zimda o'zim baribir ham ming zo'r tayyorlanganingiz bilan ham o'zingiz psixologik tayyor qilib turasiz. Откazga. Endi bu yomon niyat bilan aloqasi yo'q. Endi shunchaki statistika shunaqa. Ha, statistika shunaqa. Xo'p, keyin sekin tayyorlanishni boshladik. Vizaga tayyorlanish ham juda muhim. Universitetni kelajakdagi rejalari sizning maqsadlaringiz bilan mos tushishi kerak. Shunaqa darajada shunaqa narsalar topishingiz kerak. Universitetni tanlaganingizni sabablari bo'lishi kerak. Juda kuchli, mayda detallargacha o'rganiladi. Tayyorlandik. Joylar olindi. Deyapman, Amerika elchixonasiga kiramanmi? Ishonmayapman, yani bog'asiga qarayapman, o'zim men Amerikaga deyapman. O'zi birinchi planim emas edi-yu deyapman. Deyapman. Birinchi plan bo'lib ketdi. Xullas boshqacha fikrlar o'tgan miyamda. Tayyorlandik, joy oldik. Bir kun oldin uyqu yo'q, uxlanmagan. Elchixonaga kirdim. Oddiy navbat bo'ladi. Jonli navbat. Birinchi, ikkinchi raqam bo'lmaydi. Biroz odamlar o'zini anonsini bilib turadi. O'chirdi, navbatini bilib kiriladi. Shu birinchi kichkina bino bo'ladi. O'shdan tekshirishdan o'tkazadi. Hamma joyini tekshiradi. Keyin asosiy binoga qarab kuzatvoradi. Asosiy bino tekshirishdan asosiy binogacha 100 metrcha tekis yo'lak. Katta atrof o'tloq bir boshqacha manzara. Ketgancha ichimdan shunaqa g'alati bir shunday bir boshqacha his tuyg'ular o'tganda. Ham o'zimdan faxrlanaman, xursand bo'laman. Ham boshqacha o'sha kirgandan keyin отказ haqida umuman o'ylamaganman. O'sha approve olish kerak. O'sha kirgandan keyin nastroy boshqacha bo'lib qoladi odamda. Shu yo'lakdan yurib borganman, ko'zimdan yoshlar chiqib, boshqacha shu kirishimdan oldin o'zingga kel deb. Shu kirdim, yerda ichkari asosiy binoda ham juda katta navbat. Masalan, bankka borgansiz, bankda akoshkalar bor bilsangiz. Oynachalar bor, xuddi o'shanaqa bo'ladi. Deyarli bir xil, hamma o'shda akoshkalarga o'chirib turadi. Birinchi akoshkaga borasizda navbatda turasiz. Yerda navbatingiz borib, dokumentlaringizni topshirib, qo'l izlaringizni qo'yganingizdan keyin keyingi oynaga borib o'chirib turasiz. Keyingi oynada sizni bitta ingliz ozgincha suhbat oladi va viza suhbat emas. Birinchi marta kiryapsanmi elchixonaga, shunaqa narsa. Keyin o'sha asosiy viza ofitserlarni o'chirib turasiz. 60 tacha odam bir-birini eshitib turadi. Siz qolganlarni отказ olayotganini, qolganlarni approve olayotganini, nima suhbat bo'lyapti, hammasini eshitib turasiz. Bitta taraflama anavi yaxshi narsa, bitta taraflama siz o'shda sizdan oldingi 10 ta odamni отказ olayotganini ko'rib, psixologiyangizga juda yomon ta'sir qiladi. Shunday kiradi-da, ikkita savol beradi, отказ. Shunaqa, yerda odamlar qancha tayyorgarlik bilan kiradi. O'zi men o'ylayman, o'sha suhbatgacha aniq bo'lsa kerak, откazmi, approvemi bo'lishi. Ha. Endi unisi ular siz haqingizda katta ma'lumot bo'lmaydi. Ularda lekin ma'lumot bo'ladi ozgincha. Masalan, bizda bitta akada kirdilar, ularning opalari ketgan. Opalari ketgan, bu degani ular o'sha red flagda turibdi-da. Chunki ularning opasi ketgan. Opasi yerda
fuqaroligini olganlar. Bu minus, red flag. Ofitser imkon beradi, işte bu bola o'zini to'g'rilay oladimi? Ofitser o'sha odam qizil zonada qilib qo'yadi. Ofitser o'sha odamga qizil odam sifatida qaraydi, qo'pol qo'yayotganda. Chunki uni opasi ketgan, bu ham ketsa, уже qolib ketadi u ham. Amerikaga kelsa, tashqaridan odamlar kerak emas. O'zlarini odamlarni yetarlicha o'stiradi. Keyin ularga ham bitta savol bergan. Amerikada qarindoshlaring bormi? Bor, opam bor. Yana bitta savol bergan, 2 minut, 1 minutga ham bormagan atkaz. Aka yaxshi tayyorlangandilar. Lekin bu narsalar ham o'zini qo'lida bo'lmaydigan faktorlar ko'pda. Amerika vizasida. Men tayyorgarlik qilaman. Ular shu kirdim. O'chirtim keldi. 7-oynadagi odamga tushganman. Juda ko'p odamga atkaz beryapti o'sha payt. Atkaz. Bordim. Umuman men betimga qaramadi. Bu yerda oyna bo'lsa, bu yerda ishini qilib o'tiradi. Yozib o'tiradi. Ko'zlariga qarab turavergan. Pozitiv kayfiyat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zbekcha salom berib, yaxshi rahmat. Savol bergan. Nimaga bu universitetni tanlading? Tushuntirib berganman. Shunaqa. Keyin jim turib yozyapti, kompyuterga nimadir. Menga umuman qaragan yo'q. Keyin jim turishini anosi oqibati yomon bo'ladi. Shunaqa tushunganmiz. Jim turyaptimi, sen atkazga yaqinlashyapsan. O'sha tushunyapman shu narsani. Aytganman. Universitet haqida ko'proq ma'lumot kerakmi senga? Men ko'p bilaman universitetimda. Sen ko'proq gapirib beray. Deb qaraganda, yo'q, kerak emas, jim tur. O'sha tuxum o'tirganman. Deyapman. Keyin turyapti-da, sponsorim so'rayapti. Kim qoplaydi xarajatlaringni Amerikada? Dadam qoplaydi, shunaqa. Keyin shunday qaraganda, dokumentlarimga qaraganda, qani isbotlab bera olasam, dadang shuncha pul topishi haqida. Deb qarayapman-da, yo'q, dokument yo'q, olib kirmaganman. Deb qarayapman, shunday ko'ziga qarayapman-da, xohlasang hozir olib kelib beraman, lekin chiqartirmabman. Dedim. Keyin xo'p. Dedi, yana ishini qilyapti. Shu keyin savollarni qildi, davom ettirdi. Instagraming bormi? O'zi kirishdan oldin hamma ijtimoiy tarmoqlarni kirgizish shart. Formaga to'ldirayotganda menda bitta Instagram bo'lgan. Faqat Instagram ishlatasanmi, boshqa ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmaysanmi? Facebook yoki boshqa platformalaring yo'qmi? TikTok. Yo'q, bitta Instagram, lekin juda aktivman, ko'r. Videolarim bor. O'quv markazida brand face'lik qilganman. Juda pilska ishlagan shu narsaga. Marhamat, Mirzobek baxting videoga tushing deb videolarga olardi. Shu narsa pilska ishlagan anchagina. Shu brand face'lik qilganman. Shunaqa deganman. Orada kutilmagan savol qo'ygan. Mashina olasanmi Amerikada deb qo'ygan. Umuman kutmagan savoldi. Keyin kulganman. Yo'q, bu haqida umuman o'ylab ko'rganman. O'qish haqida o'ylabman faqat. Keyin degan. Keyin hamma akkauntlaring ochiqmi degan. Ya'ni private emasmi? Public hamma akkauntim deganman. Deganda o'sha sahna hozirgidek esimda, pasportimni olganda, dokumentimda pasportimni orasiga tiqib, hamma pasportlarning orasiga chopib qo'ygan. Bu o'zi yo hozir approve beradi, to'g'ridan to'g'ri, yo administrativ beradi. Administrativ degani bu seni tekshirib chiqishimiz kerak degan narsa. Bu juda ko'p hozir olganlar soni juda ko'p. Shunaqa narsa berdi. O'zimda yo'q, xursandman. O'zi betiga qaramadim. Rahmat, kuningiz yaxshi o'tsin deganman. Hayajon ham bo'lgan lekin o'sha payt. Anoga stolga emas, shu taxtaga yopishtirib qo'ygan bo'ladi. Savol yopishtirib qo'ygan bo'ladi. O'sha savolni dokumentim deb o'ylab tortganman-da, bunday hayajonlanganimda meniki deb tortyapman. Qo'y deyapman, ket deyapman, ketdim keyin. Ketguncha hamma azit kayfiyat zo'r. Ana eshik oldida turadigan qorovullar bo'ladi. Rahmat, bro deb yaxshi kayfiyatda chiqib ketganman keyin. U administrativ berdimi sizga yoki? Administrativ berdi. Yo'q, to'g'ridan to'g'ri bermadi. U juda qiyin edi u ofitser berishi. Shunaqa keyin kutdik, 33 kun kutdik. 33 kun kutdingiz. U har kuni o'tishi qiyin, juda qiyin. Atkaz bo'lib qolishi ham mumkin, approve bo'lishi ham mumkin. Qachon chiqishini bilmaysiz. Bilmaysiz, umuman bilmaysiz. Keyin nima qilishni bilmayman. Orada boshqa odamlarniki chiqib turadi. Shunaqa gruppa bor, shu administrativ olganlar
hammasi yig'ilib olgan. Har kuni kuzatib, endi meniki nima bo'lar ekan? Уже toqatlar tog' bo'lyapti. Keyin jo'nida o'tiribman, o'sha tekshiraman. Har 10 minutda tekshiraman. O'sha avtomatik anavi qo'ygan. Qo'llarim o'zi kirib ketaveradi. Kompyuterda o'tirsam shuni tekshirib turadi. Nimadir bo'ldi, Xudo xolasa deganman, bugun chiqadi deganman o'sha kun. Katta gruppada yozayapmiz bitta bola bilan. Xudo xolasa bugun menga chiqadi. Bilmayman nimaga aytganman. Keyin sal ozgincha vaqt o'tgan. Shunday qarayapman, approved. Yana qarayapman. Apply qilib ko'ryapman. Ha, yana qarayapman, approved. Oldimga qarayapman, Husniddin aka o'tiribdi oldimda. Husniddin aka approved bo'ldi vizam deyapman. Keyin Husniddin aka bilan ko'p hazillashamiz. Men senga ishonmayman deb. Hazillashma deb. Kompyuter shuni mana deganman. Wow degan, o'sha emotsiyaga kirib ketganman, nima bo'layotganini tushunmayman. Xuddi tushimda yurgandek. Ayamga telefon qilganman. Aya, viza oldim, approved tasdiqlandi vizam. Ayam xursand. Mendan ko'p kutdilar, mendan ko'p nima bo'lar ekan deb hamma dardimni ayam eshitgan. Shu payt 33 kun bo'lsa, 33 kun bir xil o'tgan. Nimalar qilib tezroq vaqt o'tkazishga harakat qildingiz? Bilmayman, umuman pastishlar ta'sir qilmadi, anavi bermadi, tasalli bermadi. Vaqt tezlashmadi. Vaqt tezlashmadi. Bir xil. Xudodan so'rab, duo qilib, faqat shu bilan o'tdi kun. Deyarli ba'zi ishlarim ham kelmay qoldi. Lekin tez borib, chalg'ib shunaqa bo'ladi. Bu ham vaqtinchalik. Yana uyga qaytgandan keyin, kechki payt bo'lgandan keyin yana kechgacha uyqu kelguncha shu nima bo'lar ekan. Instagram ko'rib, podkastlar ko'rib, nimadirlar qilib. Xuddi hali kinoga o'xshab endi ezib o'tkazib bo'lsa ekan. Shunaqa bo'lsa ekan, vaqt lekin unaqa bo'lmaydi. Shunaqa. Yaxshi. O'sha birinchi o'sha ota-onangizga aytganingizda nima deyishgan ular? Ayam aytardi, xuddi sen grant yutdim deb kelganing kabi men tasavvur qilaman, vizam chiqdi deyishingni. Keyin sen telefon qilib aytasan deyardi. Menga telefon qo'y. Uydaman-ku har kuni, qanday telefon qilaman. Keyin telefon qilasan menga, Xudo xolasa. Shu jo'nida bo'lib qoldim, telefon qildim. His qilgan ekanda, bilgan ekan oldindan. Shunaqa. Demak, shu yo'lni bosib o'tishingizda eng ko'p yoningizda turgan psixologim bo'lib ketganlar. Juda. Har kun gaplashgan bo'lsangiz. Har kuni. Hozir kecha kulib esladik. Mana shu joyda o'tirib esinglarmi? Nima bo'lar ekan vizam? Siqalab o'tirgan edik deb Xudoga shukr aytib o'tirdik rosa. Boshqacha his-tuyg'u bor. Yaxshi. Vizangiz chiqishi bilan уже 2-3 kunda ketyapsiz ekan, juda tez. O'sha chunki sal kechroq chiqdi-da. O'sha o'qish boshlanadi 4-5 kunda. 33 kun ko'paytirib yubordi-da. Ha, ko'paytirib yubordi. Endi planlar qanaqa, rejalar qanaqa bu yoqqa? Xudo xolasa, hozir уже через Istanbul uchmoqchimiz. Biletlarni hal qilib yotibmiz. Narxlar oshyapti, pasayapti, xullas shunaqa narsalar bo'lib turibdi. Hal bo'ladi yaqinda. Yaxshi. Прямой reys New Yorkka bor, через Istanbul. Shunaqa. Texasga bormikan? Ha, shunaqa, xuddi shunaqa ekan. Endi New Yorkka uchishimiz ham mumkin. Endi juda qimmatroq ekan biletlari. New Yorkda savol-javob qilar ekan. Sen o'qising, Texasda sen men New Yorkka kelyapsan. U uchun ham alohida surishtirishim bo'yicha hotellar olishingiz kerak, mehmonxonalar bron qilishingiz kerak. Men anoda New Yorkda ozgina qolmoqchiman deb hotellar bron qilganingizni isbotlarini ko'rsatishingiz kerak. Yana xarajat. Shuning uchun shu narsani to'g'ri Texasga uchishni niyat qilib turibmiz. Tanlagan sohangiz computer science bo'yicha nima ishlar qilmoqchisiz? Mana shu vizaga tayyorlanishimda o'zida hamma planlar tuzilgan уже. Chunki viza ofitserlar shunaqa darajada savol-javob qiladi. Polni siz tayyor bo'lishingiz kerak har qanaqa savolga, kelajagingiz haqida. Xo'p, nima qilganman? Computer science da data analitika degan ichida soha bor. O'sha soha bizda uncha rivojlanmagan O'zbekistonda. O'zimizda data analitiklarimiz bilan gaplashdim. Qanaqa kamchilik bor O'zbekistonda. Bu hali Amerikaga ketmasimdan oldin o'zim uchun o'rganayotgan narsa. Viza ofitser so'rab qolsa nima qilaman degan narsa. Analitiklar bilan gaplashdim, aytishyapti, bizga kerak o'sha chet elda
katta kompaniyalar bu sistemani qanday ishlatadi? Chunki rostdan ham analitika, data analitika ishlaydigan narsada katta kompaniyalarda o'sishiga katta sababchi bo'ladi. O'sha paytda men siz bilan bir gaplashganimda data analitika bo'yicha ketmoqchiman deganingizni men hayron qolgandim. Qanday hozirgi yoshlar data analitikani ham bilaganda, ya'ni shunaqa narsani men hali eshitmagandim ko'p bolalardan. Soha borligini bilardim. Zo'r sohaligini ham bilardim, lekin shu qaysi sohadan ketmoqchisan, kim bo'lmoqchisan desam, o'sha shablonniy jahon tillariga kiraman yo diplomatiyaga kiraman. Noaniq yo'l. O'shanaqa. Yo'q, unaqa bo'lgan. Viza suhbati anaqa qilib tashlagan, tayyor qilib tashlagan. Har qanday kelajakdagi rejalarda oldin o'ylamagan bo'lsam, vizaga tayyorlanayotganimda shu o'ylaganman. Nima bo'ladi, nima qo'yadi. Yaxshi. Data analitika sohasi tushunishlari uchun ma'lumotlar katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlaydi. Millionlab odamni juda ko'p ma'lumotlarni yig'ib, o'shandan xulosa chiqarish uchun ishlatishadi. Bitta misol bor. Adashmasam, shu Amerikadagi qaysidir data analitika kompaniyasi o'sha tadqiqot qilgan xulosasi bo'yicha homilador ayollarni o'sha 1-2 oydan juda tez aniqlash xulosaga kelgan. Bunaqa bo'lsa, o'zlarining xulosasi bo'yicha mana shu ma'lumot orqali bir yilda yo bir oyda bilmayman $60 million foyda qilgan. O'shalarga moslab turib, ikkita narsa sotib olsangiz bo'ldi, 99% ga bu ayol homiladormi yo'qmi aniq bilar ekanda. Shunaqa narsani topib olgandan keyin ularga maxsus o'zlarini takliflarini jo'natishib, sotuvlarni keskin oshirib yuborishgan. O'tmishdagi 5 yillik ma'lumot bilan kelajakdagi 10 yillik planlarni tuzib tashlasa bo'ladi data analitika. Shunaqa kuchli soha. Tayyor. O'tmishdagi 5 yillik bilan kelajakdagi 10 yillik tuzsa bo'ladi. Shunaqa. Ishlaydigan ma'lumotlar tahlili. Yaxshi. Demak, hozirgi paytda qancha ko'p ma'lumotga egalik qilsangiz, shunchalik ko'p narsaga egalik qilasiz. Shunaqa. Xuddi shunday mana Elon Muskda Tesla kompaniyasi birdan dunyodagi gigant mashina kompaniyalaridan narxi oshib ketdi. Va bunga sabab undagi multiplikator, ya'ni ma'lumotlar bazasi kattaligi. Tesla kompaniyasi sizni qaysi kuni qaysi muzika eshitasiz, qaysi rangdagi futbolka kiyishingizgacha даже shu ma'lumotlaringizni bilar ekan. Juda katta ma'lumot borligi hisobiga birdan 100 yillik mashina kompaniyalaridan, Mercedes, BMWlardan, Volkswagenlardan o'tib ketdi. Zo'r, demak, juda kuchli sohaga ketyapsiz. Yaxshi. U yerda tanishlaringiz bormi? Kimdir kutyaptimi sizni? Yo'q, hech kim yo'q. Hech kim yo'q. O'zimiz o'rtoqlar, seriyalarimiz bor. Erta bizni kutib oladigan odam yo'q. Endi uzoq qarindoshlarimiz bor. Endi ular boshqa anolada. Boshqa shtatlarda. Qo'rquv yo'qmi? Yo'q, hamma shuni aytadi. Begona davlat aeroportdan tushding, qayerga borasan? Unaqa narsa hali o'ylab ko'rganim yo'q. Taksi chaqiriladi, ketiladi universitetga, dormitoriyda turiladi ozgincha. Shunaqa narsalardan qo'rquv, xavotir bo'lgan yo'q. No, bab tilni bilasiz. Shu narsa muammosiz bo'ladi. Bu ketaveradi hammasi. Xo'p, yaxshi. Va o'quv markazida bolalarga dars berishingiz ham ta'sir qilganmi? Qanchalik ta'sir qildi sizga? Ancha o'sish bo'ldi. Soft skilllarda, muloqot qilishlarda, muloqotda ancha o'sish. Odamni tushunish bo'yicha, tushuntirish bo'yicha ancha o'sish bo'ldi. Masalan, sizga o'xshab, aytaylik, grant yutmoqchi chet elga, aytaylik 9-sinf, 10-sinf atrofidagi bolalar. Nima tavsiyalar bergan bo'laringiz? Nima qilsin u, nima qilmasin? Qiyin emas aslida, hamma qiyin deb o'ylaydi. Grant yutish, universitetga kirish. Yo'q, harakat qilsa o'xshaydigan narsa. Xudo beradi, harakat qilsa. Faqat harakat qilsa beradi. Harakat qilmasdan yotib tursa bermaydi baribir. Harakat qilsa o'xshaydi. Bitta zo'r bor, keys bor. Hamma sirli nimadir bor deb o'ylaydi. Sirli nimadir javob bor deb o'ylaydi. Yo'q, hech qanaqa sirli narsa yo'q. O'quvchilar keldi. Qanday kuchaytirsam ekan? Xuddi mendan bir nimadir aytsam, ular kutmagan narsani aytsam, sirli masala. Shu narsani aytsamda, ular qilsa zo'r ketadi. Yo'q, unaqa o'xshamaydi umuman. Unaqa narsani o'zi yo'q. Kung Fu Pandada ham bor, o'zi turgan bo'ladi. Unaqa narsa yo'q. Juda katta ma'no bor o'shanda. Juda katta ma'no bor. Hech qanaqa bir sirli narsa yo'q, faqat harakat. Qiyin, to'g'ri.
Просто qiyinligini qabul qilish kerak. Hech narsa oson emas. Harakat qilish kerak. Harakatda barakat Xudo beradi. Masalan, qaysidir bolalar bor, tayyor mana bu qadamlari ketma-ket mana shu qadamlar bilan shu narsaga erishsang bo'ladi deb yo'li bor, o'zi ko'rko'rona harakat qilishi bor. Masalan, biz ham hozir xuddi sizga o'xshagan bolalarni ko'paytirish maqsadida maktab ochganmiz, Johnny School degan, va o'sha chet elga ketish aniq qadamlarini уже tuzib, katta ustozlardan, ko'p universitetlarga o'qib jo'nayotgan ustozlardan maslahatlashib yo'lini topganmiz. Ehtimolni oshirishda endi hech kim garantiya bera olmaydi. Ming zo'r universitetga kirganingiz bilan vizada atkaz bo'lishingiz mumkin. O'shanga shunaqa maktab ochganmiz. Agar kimdir shu chet el universitetiga kiraman deydigan bo'lsa, kelib tanishib ketishi mumkin. Biz yo'l yo'riq ko'rsatamiz. Bizning maktabimizda o'qishi ham mumkin. O'sha SAT, IELTS portfoliosi, personal statement yozishgacha yordam beramiz. Volontyorlik ishlarigacha ham rejalashtirib qo'yganmiz. Shunaqa narsa. Ya'ni siz vaqtdan yutasiz, tayyor yo'l bor, shu yo'lda o'tasiz, yo'q endi natijani Allohdan ko'ramiz. Xo'p, chet elga o'sha universitetga farzand jo'natmoqchi bo'lgan ota-onalar bor. Mana sizni onangizlar yoningizda turgan, doim sizni psixolog darajasiga yetgan deyapsiz. Qanaqa tavsiyalar berasiz shu ota-onalarga, farzandiga nimalar qilsin, nima qilmasin, nimani to'g'ri tushunsin, nimani noto'g'ri tushunib qolmasin? Birinchi gaplashish kerak farzand bilan, nimaga qiziqadi. O'zi baribir farzandni ichidagi narsani qilsa, baribir farzand o'sha taraflama to'g'ri muvaffaqiyatga erisha oladi. Lekin u narsa ham to'g'ri yo'l bo'lsa yaxshi. Mana bunaqa ba'zilar o'ylaydi, mana shu ichimdagi narsa, mana shuni qilsam yaxshi bo'lib ketadi. Lekin u narsani xohlayotgan narsasini o'zi xato narsa bo'ladi. Agar ota-onani o'zi endi avvalo unaqa katta maslahat beradigan yoshda emas. Endi o'zimning fikrim. Eshitib ko'rish kerak. Agar farzandida rostdan shu narsaga anasi bormi? Eplab ketish moyilligi bormi? Dunyo qarashi yaxshi darajadami? Ba'zida biroz gapirib, bo'lib ketadi deb turaveradi-da. U his qilmaydi. Agar rostdan shunaqa tushuntirib, shunaqa bo'lar ekan desa, u ishonch bildirish kerak. O'zim ham bitta o'g'ilman. Bitta o'g'il, bitta singlim bor. Umuman qiziqishi yo'q bo'lsa-chi bolasini? Umuman qiziqishi yo'q bo'lsa, endi atrof muhitni to'g'ri joyga qilsa, yo'naltirish kerak. Yaxshi bo'lib ketadi. Muhitni o'zgartirish kerak. Muhit juda gap katta. Odamni qanaqaligini belgilab beradi. Qayerdan his qilgansiz muhitni o'rni kattaligini? O'rtoqlarim yaxshi bolalar. Unaqa yomon yo'lga yurmaydigan, hammasi yaxshi bolalar. Qanday yig'ilib qolgansizlar? Endi bir anosi yo'q, o'zi 4 yoshligimda uyga ko'chib borganmiz. Katta 18 yosh bo'lganmiz, birga katta bo'lib. Hammamiz ota-onamiz yaxshi, farzandlar yaxshimiz. Yaxshi tarbiya olganmiz. Xo'p, men sizga zo'r savol, majoziy savol. O'zbekistondan Texasga nima olib ketyapsiz? Juda katta ko'p narsa olib ketyapman. Ota-onamning ishonchi, yaqinlarimning ishonchi. Voy. Katta mas'uliyat. Baribir to'g'ri inson bo'lish kerak, noto'g'ri yo'l yurmaslik kerak. Juda hech kim nazorat qilmaydi yoqda sizni. Xuddi shu narsa. Xohlaganingizni qilishingiz mumkin. Xuddi shu narsa. Lekin baribir Xudoning borligini Alloh ko'rib turganini his qilib, to'g'ri yo'lda yurib, til bilan tasvirlab bo'lmaydigan narsa bor ichimda. Maqsad nima? Masalan, o'sha universitetni bitirdingiz. Endi keyinchi? Hozirgi maqsadlar bor. Endi bu maqsadlar o'zgarishi mumkin baribir. Dunyo qarash o'zgargan sari. Hozirgisi shu data analitika sohasidan ketib, universitetimda juda kuchli professorlar bor shu soha bo'yicha. Ulardan o'rganmoqchiman. Shu sohani qanday rivojlantirish kerak. Bu yerda data analitiklar bilan gaplashganimda aniqlagan muammolarim bor. O'sha muammolarni qaysidir ma'noda o'rganib kelib yechmoqchiman. U yoqda ham ishlash niyat bormi, masalan, universitet bitirgandan keyin? Menimcha, universitetni bitirgandan keyin endi davrida. Universitet davrida endi boshqacha davr, ishlash niyati bor, qonun doirasida. Universitetni bitirgandan keyin agar yaxshi kompaniyadan taklif tushsa,
ozgincha qaysidir muddat ishlash mumkin. Nima uchun yo'q deng? Nima Tajriba uchun qilish yo'q? kerak. Ha, nima shunaqa imkon bo'lsa bosish kerak. Hmm, Baribir lekin keyinchalik qaytib kelish niyati bor. Qaytib kelaman deb universitetlarga topshirishni boshlashimdan oldin ota-onamga va'da berganman. Qaytib kelaman, sizlarning oldinlaringda bo'laman. O'zim xohlaydigan narsa ham shu. Bitta o'g'ilman baribir. Ota-onaga qarab ularning duosini olish kerak. Oxirgi savollardan mana shu sizni yo'lingizni boshlamoqchi bo'lib turgan bolalar bo'lsa, mana qarab turibdi, nima qilay ekan deganlarga nima maslahat berasiz? Avvalo harakat qilish kerak. Birinchi navbatda ota-onani roziligi bilan boshlab, ularning duosini olib, ularni rozi qilib harakatni boshlash kerak. Ag'i o'zi Xudo bir yo'lga solib harakat qilsanglar, o'zi to'g'ri yo'lga solib qo'yaveradi. O'zi qanday bo'lganini bilmay qolasizlar. Sekin-sekin harakat qilib, ota-onaning duosini olinsa, yaxshi bo'lib ketadi bu yoq. Harakatni to'xtatmaslik kerak, shunisi muhim. Harakat baribir natija beradi bir kun. Shu narsa muhim. Harakat qilsa, sekin-sekin o'zi yo'llar ochilib, yaxshi bo'lib ketadi baribir. Yaxshi. Hop, nima savol so'raydi mendan deb o'yladingiz, lekin so'ramadik. Menmi? Ko'p narsa o'ylamagandim. Kutuvdi katta qilib yuborisham xato baribir. Yo'q, yaxshi bo'ldi, maza qilib gaplashdim. Yaxshi. O'sha xayolingizdagi podkast bo'ldimi axir? Xayolimdagi qisman ham. Yog'iga o'qishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat. Xudo xohlasa universitetga borib, joylashib, rasmlarga tushib, jo'natib o'ziga. Xudo xohlasa. Universitetlaringiz, kampuslari katta bo'lsa kerak. Texas ham o'zi kichkina joy emas. Eng katta ishda. Katta davlatlardan tengda u joy. Shunaqa. Yaxshi. O'qishlar, professorlar bir qanaqa bilimlar berar ekan yoqda. Bizga taassurotlar bilan ulashib borsangiz, ma'lum biz obunachilarimiz kuzatadi, ularga tashlaymiz mana. Qanaqa ekan bu yoqlar, borsalar bo'lar ekan. Xudo xohlasa, o'zimda ham vlog yaratish niyatim bor insonlarga. O'zim ham ko'rardim odamlarni. insonlarga foydasi tegib vlog yuritib yurgan odamlar. Hozirdan boshlang, nima kutyapsiz? iPhone olishim kerak, o'zim aniq qilgan. Xudo xolasa, o'sha harakatni boshlaganman, o'sha Telegram kanalimda grant yutganimdan boshlab qanday yutganman sekin-sekin share qilib boraman. Telegram kanalingizni nomini yozib qo'yamiz. Instagram bilan Telegram chetda. Obuna bo'lasizlar, like bosib, podpiska bosib deydi. Yaxshi. Demak, mana sizga agar bizning podkastimiz yoqqan bo'lsa, siz ham qiziqqan bo'lsangiz, havas qilgan bo'lsangiz, bemalol like bosib qo'yishingiz mumkin. Agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa, biz so'ramagan qolib ketgan Mirzobeydan kommentga yozib qo'ysangiz, Mirzobeyni o'zi yoki biz o'qib chiqib javob berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. To'g'rimi, nima deysiz? To'g'ri, ha. So'rab bemalol yozaverish kerak. O'zim ham shunaqa qilib sekin-sekin bo'lib ketgan. Siz direktingizga ham yozsa bo'laveradi. Bemalol hammasini so'rashsa bo'ladi. Yaxshi. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Mayli, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat. Rahmat sizlarga.